Assalomu alaykum barchaga. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Let's start our lesson. Bugun biz sizlar bilan samarali so'z yodlash, aynan speaking uchun vocabulary ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik vocabularyda qiynaladi. Bugun eng yaxshi metodlar va eng yaxshi yo'llarni ko'rsatib ketaman. So, let's start our lesson. Okay. Samarali so'z yodlash va speakingda faol qo'llash usullari. Boshlaymiz. Bu gaydda nimalarni o'rganasiz? Birinchi navbatda spaced repetition haqida gaplashib o'tamiz. Keyin topic based vocabulary'lar, learn in chunks, bularni hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Put in use immediately, use your imagination, learn words with definitions, read and listen to English a lot. So we will cover all of these kind of things during our lesson. Darsimiz davomida shularni birma-bir tushuntirib ketaman. Demak, boshlaymiz. Birinchi navbatda ingliz tilida erkin muloqot qila olishingiz uchun nechta so'z bilishingiz kerak? Ko'pchilik taxmin qilib ko'rishi mumkin. Taxmin qilib ko'ring, nechta so'z bilishingiz kerak? Yaxshi gapirish uchun 2000 ta so'z bilishimiz kerak ekan. Ana o'sha 2000 ta so'zni yaxshi yodlash metodlari aynan ko'rib ketamiz bugun darsda. Ko'pchilik juda ham qiynaladi vocabularyda. Endi 2000 ta so'z deganda bu basic narsalar, basic gapira olish, ingliz tilida bemalol gapira olish uchun sizga 2000 ta kerak bo'ladi, eng kamida. Pastda YouTube kanalimda siz pastda описаниеda ссылка qoldiraman. O'sha yerga o'tib vocabulary'ni check qilishingiz mumkin. Nechta vocab bilishingizni o'zingizda sinab ko'rishingiz mumkin. Test joylab qo'yaman. Bemalol o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Nima desam, sizga nechta so'z bilishingizni chiqarib beradi veb-sayt. O'shani ссылкасini qoldiraman. Davom etamiz. Qanday qilib mana shu 2000 ta so'zni samarali yodlash mumkin? Birinchi navbatda tadqiqotlarga ko'ra, bitta so'zni eslab qolish uchun biz unga 7 marta so'zga duch kelishimiz kerak. Yoki u so'zni 7 marta ishlatishimiz kerak. Endi 7 marta duch kelish degani qanday qilib ustoz deyishingiz mumkin. Bu misol uchun artikellar o'qib, podkastlarda eshitasiz o'sha so'zni. Kimdir gapirib qoladi, eshitib qolasiz yoki speaking qilayotganda ishlatishingiz mumkin yoki videolarda video ko'ryapsizda, TED Talks ko'ryapsiz misol uchun, kimdir qaysidir speaker gapirib qo'ydi, native speaker gapirib qo'ydi. Har xil joylardan u so'zni ko'rganingizdan keyin 7 marta duch kelsangiz, o'sha so'z esingizda qolib ketar ekan. Okay. Demak, mana bu suratga e'tiboringizni qarating. Bu yerda graf berilgan. Bu yerda o'sha ko'p olimlar analiz qilib chiqishgan va misol uchun bizni miyamiz eslab qolishimiz birinchi o'sha 100% bo'lgan paytdan keyin sekin-sekin esdan chiqarar ekan. Misol uchun so'zni yodladingizda, siz 100% esingizda qoldi o'sha so'z, ustoz so'raganda aytdingiz, keyin 20 minutdan keyin esingizdan chiqib qoladi, 1 soatdan keyin mana susayib boradi bizni o'sha memorymiz, keyin уже nechadir kunlardan keyin butunlay esingizdan chiqib qoladi. O'shaning uchun mani maslahatim, ustozlar sizga vokabulary yodlashga berganda har doim o'zingiz uchun takrorlab turing. Chunki ko'p o'quv markazlarida ko'p o'qituvchilar qanaqa metod qilishadi? Misol uchun 1-2 yunitni yodlang deydi, keyingi safar 3-4 yunitni beradi. Har safar sizga yangi yunitlar beraverishadi. Agar siz yodlamasangiz, уже esingizdan chiqib qolishi mumkin. Takrorlamasangiz esingizdan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun mani tavsiyam, uni ham ссылкасini описаниеda qoldiraman. Quizlet degan ilova bor. Quizlet, shunga o'xshash ilovalar ham bor. U yerda siz elektron kartochkalar yasaysiz. Shu orqali so'zlarni bemalol takroran yodlab borishingiz mumkin. Misol uchun deylik, avtobusda yuribsiz, metroda yuribsiz. Shunda ocharsiz telefoningizni va Quizletdan foydalanasiz. Ana o'shanda repetition bo'lib qoladi sizga. Aynan qayta siz o'sha so'zlarni ko'raverasiz, esingizda qolib ketadi.
Okey, keyingisi bu yerda o'sha suratda ko'rsatadiki, agar yodlagan so'zlaringizni takrorlab turmasangiz, oradan bir hafta o'tsa, siz ularni butunlay unutasiz ekan. Shuning uchun takrorlab turish kerak. Bu juda ham muhim. Ayniqsa speakingga kelganda ko'p o'quvchilar so'rashadi, ustoz deydi, ko'p so'zlarim passiv bo'lib ketgan, active qila olmayapman yoki speakingda yaxshi so'zlarni ishlata olmayapman deydi. Chunki ishlatilishini bilmasligi mumkin. O'sha so'z tarjimasini bilyapti, lekin kontekstini speaking kelayotganda ishlatishini bilmasligi mumkin yoki kam ishlatgan u so'zni. O'shaning uchun you should repeat it again and again. So, keyingisi mana ilmiy isbotlangan usul. Bu aytib o'tganimdek spaced repetition. Bu ya'ni yod olingan so'zlarni oradan ma'lum bir vaqt o'tgach bir necha marta takrorlab turish kerak. Bu uchun eng yaxshi yo'l, misol uchun yodlaganingizdan keyin 15 daqiqa o'tgach takrorlashingiz kerak. Keyin 1 soat o'tgandan keyin, keyingi kuni, 3 kundan keyin, 1 haftadan keyin vaholanki u so'zlar esingizda qolib ketadi. Agar siz ularni takroran ko'rib chiqsangiz. Bu bilaman, ko'pchilik bu narsani qilmaydi. O'shaning uchun vocabulary sizda yaxshi bo'lmasligi mumkin. Agar realni qilsangiz, rostdan ham bu narsani sinab ko'rsangiz o'xshaydi. Shuning uchun please like repeat all of the words that you've learned. So the next one, no random words. Learn only topic-based vocabulary. Random so'zlardan foydalanmang. Random deganda har xil so'zlarni yodlamang. Topic based bo'lsin ular, bitta mavzuga oid bo'lsin. Misol uchun hamma har xil so'zlarni yodlaydi deylik, mana readingdagi so'zlar chiqib qoladi, listeningdan chiqib qoladi. Har xil so'zlarda ular. Misol uchun bittasi boshqa mavzuga oid, hammasi har xilcha mavzularga oid. Men tavsiyam topic based vocabulary yodlashinglar. Qayerdan olamiz desanglar, u uchun Vocabulary in Use yoki Collocation in Use kabi kitoblardan foydalanishingiz mumkin. Chunki u yerda har bitta mavzu birma-bir o'sha mavzularga bo'lingan. Birma-bir o'sha topic based qilingan. Misol uchun weather haqida, family haqida, yoki books haqida, interests, hobbies hammasini alohida mavzu qilib qo'yishgan. Misol uchun deylik, mana misol sifatida Vocabulary in Use kitobini ochsak, mana weather haqida hamma vocabulary'lar bitta joyga jamlangan. Endi buni foydasi nima desangiz, bu yaxshiroq esingizda qoladi, chunki so'zlar bitta mavzuga oid, ko'proq esingizda qolishi mumkin, har xil so'zlarni yodlashdan ko'ra. O'shaning uchun topic based yodlash tavsiya qilinadi. Kitoblardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, kitoblar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Telegram kanalimda collocation kitoblar, vocabulary in use va topic based fayli ham bor. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Telegram kanalimni silkasini ham opisaniyada qoldiraman. You can join to my community. So, let's continue. Keyingisi learn words in chunks. Chunks deganda ibora, birikma tarzda yodlashingiz kerak. Misol uchun fog emas, sick fog yoki patches of fog degan birikmalarda yodlasangiz ko'proq esingizda qoladi. Yana undan foydalanish ham osonroq bo'ladi birikmada yodlasangiz. Bularni ham o'sha vocabulary in use, collocationlarda topsangiz bo'ladi. Misol uchun ko'rib turganingizdek, bu yoqda mana hammasi birikma asosida berilgan. Driving rain yoki sun is strongest, yeah, wind, weather is getting worse. Ibora birikma sifatida yodlasangiz juda ham qo'llatishga ham yaxshi, bemalol ishlatib ham olasizda. Yana chiroyli ham chiqadi spichlaringiz. Davom etamiz. Keyingisi immediately put words into use. Aynan yodlaganingizdan keyin ularni darhol ishlating. Misol uchun prosta qolib ketmasin-da, shunchaki qolib ketmasin o'sha so'z. Yodlagandan keyin darhol ularni ishlatsangiz, bemalol speakingda ham qo'llata olishingiz mumkin. Ularni darhol shu gap tuzib, bu yoqda spichlarda qo'llatib, har xil joylarda qo'llatib gapirib ketsangiz, esingizda ham qolib ketadi. Misol uchun deylik, weather haqida siz so'zlarni ko'rib chiqdingiz. Bundan keyin weatherga oid bo'lgan savollarni ko'rib chiqing. What weather do you like? What's your favorite type of weather? Degan savollar beriladi. O'shanga javob berib ko'ring. Siz yodlagan vocabularydan, aynan o'sha vocabularylardan foydalansangiz, keyingi safar shu savol sizga tushganda o'sha payt o'sha vokabulariz esingizga kelib ketadi. Aynan o'shanaqa javob berishga harakat qilasiz yana.
Aynan speakingga oid qilib gapiryapman, chunki ko'pchilik speaking kelganda oddiy gapirib qo'yadi. Lekin yaxshi so'zlarni bilishadi, oddiy bo'lib qolishini oldini olish uchun ulardan foydalanish kerak. Yaxshi so'zlardan, advanced so'zlar bor, har xil so'zlar, iboralar, birikmalar, collocationlar, idiomalar bor, speakingizni boyitib beradigan. Davom etamiz. Visualize what the word or the phrase looks like. Use your imagination. Aynan fikrlang, kengroq o'sha ularni vizualizatsiya qiling. Aynan miyangizda tasavvur qilib ko'ring, qanday u birikmalar, so'zlar. Misol uchun deylik, mana bu yerda yozib qo'yganman. Yodlagan so'zlaringizni tasavvur qiling. Ularni nimagadir bog'lab, eslab qolishga harakat qiling. Masalan, iboralarni suratlar orqali o'rganish mumkin yoki qandaydir so'zga o'xshash bo'lishi mumkin. Bir-biriga shunaqa qilib yodlasangiz ham yaxshiroq sizda qoladi. Misol uchun deylik, mana bunaqa visualization qilib yodlasangiz, ham qiziqarli, ham anchagina sizga esingizda qoladigan tarzda bo'lishi mumkin. Deylik, once in a blue moon degan ibora. Bu rarely degani. Kamdan kam, kamdan kam topiladi. Yoki butterflies in my stomach degani. Bu o'sha juda ham qo'rquv bor. Yes. Mana shunaqa iboralardan foydalansa bo'ladi. Idiomalar juda ham zo'r. Idiomalardan joyida kelganda ishlatish kerak. Speaking ayniqsa boyitib ball qo'shib beradi. Ko'pchilik idiomalarda kelganda ishlatish olmaydi, chunki masalan, how to say, they are not used to idioms. You should be profi. Yaxshi foydalanib ularni joyiga kelganda ishlatib tashlavishingiz kerak. Idiomalarni aytyapman. Davom etamiz. Read and listen to English a lot. Tavsiyam ko'proq scientific booklarni o'qib chiqishingiz, artikellar, podkastlar eshitishingiz ham foyda beradi. Kino yoki foydali speaking videolar bo'lishi mumkin. O'shalardan foydalansangiz yaxshigina foyda beradi. Aynan speakingga. Nimaga? Ideyada qiynalayotganlar uchun aytyapman buni. Chunki speaking part 2, part 3 questionlar qiyin bo'ladi. Ideya kelishi ham qiyin bo'lishi mumkin. O'shaning uchun mani tavsiyam readinglarda, listeninglardan ulardan misol uchun ideya olishingiz mumkin. Faqat ideya, balki ulardan siz so'zlar olishingiz ham mumkin. Listeninglardan, readinglardan aktiv so'zlarni yig'ib olishingiz mumkin. Bu ham bir foyda bo'ladi sizga. Ko'proq mana kitob o'qish, tinglash, videolar ko'rish boya aytganimdek. Keyingisi learn words with definitions. Eng asosiysi va sizlarga bugun mana tavsiya beradigan narsam bu ingliz tilida so'zlarni inglizcha yodlang. O'zim ham shunaqa yo'ldan yodlaganman. Boshida hayron bo'lganman. Keyin ustozlarim tavsiya qilgandan keyin faqat shu yo'ldan yodlashni boshlaganman. Ancha foyda beradi, ishoning, real foyda beradi. Ustoz qanaqa desangiz, o'sha inglizcha so'zni inglizcha ma'nosi bilan yodlang. Chunki inglizcha o'zbekcha qilib yodlasangiz esingizda qolmasligi ham mumkin va effektiv bo'lmaydi. Chunki bitta o'quvchim bor, endi vocabulary yodlashib beryapman, noto'g'ri yodlagan. Confidence degan so'zni ishonch deb yodlagan. Men ota-onamga ishonaman degan gapni I confidence my parents deyapti-da. Noto'g'ri ishlatib qo'yyapti, o'zbekcha ma'nosidan yodlab. Tushunyapsiz-a? Shunaqa misuse bo'lib ketmasin, misunderstandinglar bo'lishi mumkin, tushunmay qolishi mumkin u eshitayotgan ekzaminator. So'zlarni noto'g'ri ishlatib qo'ymang demoqchiman. O'shaning uchun boya ham aytib ketdim. Yodlagandan keyin to'g'ri foydalanishingiz kerak. Ulardan darhol gaplar tuzib, to'g'ri foydalanishni bilishingiz kerak. Noto'g'ri ishlatib qo'ysangiz ham bo'lmaydi, gaplari ma'nosi chiqmay qolishi ham mumkin. Xo'p. Masalan, mana bunaqa qilib yodlashni tavsiya qilaman. Deylik, mana to grow up, to gradually become an adult. Yes, grow up degani ulg'aymoq. Aynan katta bo'lish. Gradually become an adult. Ma'nosini tushunyapsiz, to'g'rimi? Definition. Ja tushunmasangiz, qiynalsangiz, mayli o'zbek tilida ham yozing. Lekin mana bu definitionlarni ham yozib ketsangiz, anchagina o'sha so'zni ma'nosini ham o'zingiz ingliz tilida tushunishni boshlaysiz. Va gap tuzing. Misol uchun I grew up in Scotland. Men Shotlandiyada ulg'ayganman, katta bo'lganman deb. Tushunyapsiz-a? Har bitta ibora bo'ladimi, u so'zni o'zi bo'ladimi? Ulardan shunaqa definition qilib yodlashni tavsiya qilaman. Definitionlarni qayerdan olamiz desangiz, ChatGPT ga yozsangiz, misol uchun mana shu so'zni definitionini ber yoki tarjima qilib, definition qilib, so'z gap tuzib ber desangiz, hammasini qilib beradi. Like you can use with AI, ChatGPT. Or even you can go to the Google ga borib, Oxford Dictionary bor
yoki Cambridge Dictionary bor, o'shandan foydalansangiz ham bo'ladi. Sizga o'sha definitionlarni ham berib, hammasini tayyor qilib beradi. O'zingiz bitta-bitta o'tirib qilishi shart emas, tayyorlari bor. Yodlasangiz bo'ldi. Um, okay guys, thank you. Agar yoqqan bo'lsa izohlarda fikrlaringizni qoldiring. YouTube kanalimga obuna bo'ling. O'ylaymanki foydali bo'ldi. Ko'pchilik vokabularidan qiynaladi. Undan buyog'iga nima desam, vocabulary'larni definition qilib, bitta-bitta o'tirib yodlasanglar ancha esinglarda qoladi. Har xilcha yo'l qilib ko'ring. Maza qilib vocabulary yodlang, chunki vocabulary sizga hamma joyga yordam berishi mumkin. Faqat speaking emas, writinglarda ham, reading o'qiyotgan paytingizda ham o'sha so'zingizni ko'rsangiz xursand bo'lasiz, chunki ma'nosini tushunasiz. Listeningda ham hamma joyda kerak bo'ladi vocabulary, chunki bu fundament, chunki bu asosiy o'sha ingliz tilini fundamenti. Grammatika, vocabulary bu juda ham muhim, ayniqsa speakingda. Sizni lexical resourcesni ham tekshiradi speakingga. So, I hope it was useful for everyone. Thank you and see you on the next lessons.